Hazrati Ali radhiyallohu anhuning huzurlariga kirib bir odam chaqimchilikni boshladi. Bittasini ana o'qilyapti, mana o'qilyapti dedi, to'xtadi. Hazrati Ali aytdilarki, hozir tekshirib ko'ramiz dedi. Agar gaping rost bo'lsa, seni yomon ko'ramiz, chunki chaqimchi ekansan. Gaping yolg'on bo'lsa, yolg'on gapirganing uchun jazolaymiz. Ammo shu bilan birga hozir o'zingni bilib uzr so'rasang, kechiramiz dedi, uzr so'rayman dedi. Mo'minlarning amri, men uzr so'rayman, kechiring dedi. Bo'pti, kechirdik, ikkinchi gunoh qilma dedi. Umar ibn Abdulazizning huzuriga kirib chaqimchilikni boshladi. Umar ibn Abdulaziz aytdilarki, "Hey, to'xta" dedilar. Agar gaping yolg'on bo'lsa, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in kirasan. Gaping rost bo'lsa, hammazin mashsha'in binamimga kirasan. Ya'niki bu chaqimchi odamlarning orasida chaqimchilik ko'tib yotadi, bu qiladi degan oyatga kirasan, ishing chatoq bo'ladi. Agar uchinchi holat bo'lib afv so'rasang, unda o'zing bilasan. Dedi, afvni so'rayman, umrim bo'yi endi bu ishni qilmayman dedilar. Xuddi mana shu holat bizda yo'q hozir. Chaqimchilik qilsa, birovning ustidan g'iybat qilsa, yo'q gapni taqirsa, shuhrat topadi hammasi. Biror kishi bu gapni qayerdan olding? Ertaga uyalib qolmaysanmi demaydi, u ertaga gapir yolg'onchisi uyalmaydi ham. Yana yangisini to'qiradi. Har kuni shu. Chunki mana shu hozirgi tushunchalar xalqning ichida yo'q.